O'zbekiston Ekologik partiyasi jamiyat bilan muloqotni kuchaytirish, aholining ekologik madaniyatini oshirish hamda partiya g'oyalarini quyi bo'g'inda samarali targ'ib etish maqsadida mahalla fuqarolari yig'inlarida boshlang'ich partiya tashkilotlarini tashkil etish amaliyotini keng yo'lga qo'ymoqda. 2026-yil yanvar oyida partiyaning barcha hududiy kengashlari tomonidan ushbu masalaga alohida e'tibor qaratildi. Natijada respublika bo'ylab qator mahalla fuqarolari yig'inlarida O'zbekiston Ekologik partiyasining boshlang'ich partiya tashkilotlari rasman tashkil etildi va ularga belgilangan tartibda guvohnomalar topshirildi. Bugungi kun holatiga ko'ra respublika miqyosida jami 169 ta mahalla fuqarolari yig'inlarida O'zbekiston Ekologik partiyasining yangi tashkil etilgan boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyati boshlandi. Hududlar kesimida olib qaraganda Qoraqalpog'iston Respublikasida 15 ta, Andijon viloyatida 13 ta, Buxoro viloyatida 9 ta, Jizzax viloyatida 14 ta, Qashqadaryo viloyatida 15 ta, Navoiy viloyatida 9 ta, Namangan viloyatida 10 ta, Samarqand viloyatida 12 ta, Sirdaryo viloyatida 10 ta, Surxondaryo viloyatida 11 ta, Toshkent viloyatida 9 ta, Toshkent shahrida 12 ta, Farg'ona viloyatida 16 ta hamda Xorazm viloyatida 14 ta yangi boshlang'ich partiya tashkilotlari ochildi. Boshlang'ich partiya tashkilotlari o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun, partiya ustavi va dasturi, shuningdek tegishli me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiradi. Ushbu tuzilmalar partiyaning maqsad va vazifalarini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, ekologik muammolarga jamoatchilik e'tiborini qaratish hamda o'z vaqtida manzilli yechim topishda muhim o'rin tutadi. Xususan, boshlang'ich partiya tashkilotlari partiya faoliyati haqida jamoatchilikka axborot yetkazish, joylarda partiya a'zolari bilan amaliy ishlarni tashkil etish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, ta'lim va ilmiy muassasalar, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, partiya safiga yangi a'zolarni jalb etish va bu borada amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman shahar partiya tashkilotlariga muntazam axborot taqdim etib borish ham ularning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Mazkur amaliy tashabbus mahalla fuqarolari yig'inlari mutasaddilari va faollari tomonidan iliq kutib olinmoqda. Bu esa partiyaning mahalladagi ijtimoiy tayanchini mustahkamlash, aholi bilan bevosita muloqotni yo'lga qo'yish va ekologik islohotlarni quyi bo'g'indan boshlab amalga oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Ekologik partiyasining mahalla instituti bilan bunday yaqin hamkorligi kelgusida jamiyatda ekologik mas'uliyatni yanada oshirishga, fuqarolarning faolligi va tashabbuskorligini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.